Oho. Juda vaqtida kelmanmi onasi? Bu pullarga ko'zingizni olaytirmang. O'zini joyi bor. Voy. Odam shunchalar ziqna bo'ladimi? Voy, o'zini eridan pul qizg'onadimi? Ikkitasini ber. Sizchi? Avval o'zingiz qoyillatib pul topib qo'ying. Keyin ziqnalik haqida gapirasiz. Onasi, axir sendek xotinim bor-ku, meni ishlab nima qilaman? To'g'rimi gapim? O'zi, bitta savol. Mana shuncha jaraq pullar qayerdan keladi, bilsak bo'ladimi? Uzumini yengu, bog'ini surishtirmang. Ana avvalgi ijarachining qarzlari bor edi. Shuni tashab ketdi. Qoyili, shunchalik qarzi bormidi? O'zi, unda olib qarasa qarzi ham yo'q edi. Ozgina shantaj qilgandim. Bechora qamalib ketmaydi deb shuncha pul tashab ketdi. Yanachi yetmaganiga rahmat opajon deb ketdi. Yomonsan-ku orasi. Gap yo'q. Nimasini aytasiz ey? Odamlarchi hozir yo qo'rqoq, yo juda ham soddami? Bahonada shuncha mullajriga yeb oldik. Haligi ertaga degan o'rtoqlarim bilan choyxonam bor edi. Qara, ayni damda kerak bo'lib turibdi. Ikkitasini berib tur. Nima? Men bu pullarga mashinamni almashtirmoqchiman. Nega pulni ko'rsangiz ko'zingiz o'ynab ketadi? Senda pul kamayib qolmaydi-yu. Puling ko'p-ku. Mayli keyin o'rniga qo'yib qo'yarsan. Ber. Yo'q. Hech qanaqa pul berish yo'q bugun. Ana, ertaga ham pul keladi. Shundan ozgina berarman. Yana bittasini tuzoqqa tushirganman. Undan ham yaxshigina pul olsam kerak. Lekinchi bir mijg'u pulga qattiq qiz ekan. Lekin baribir aytganimni qiladi. Qilmay qayoqqa ham borardi. Onasi, balosan, yomonsan. Haligi keyin mana shu pullarga kelajakdagi rejalarimizni qilamiz.